tashlagani yo'q. Chunki men 5 yosh, 6 yosh paytlarim uyimizda konki bo'lardi, qor kuragich bo'lardi. Hozir balalarga qor kuragich siz nima u deydi, tushunmaydi. Konkini ko'rsangiz bu nima deydi, tushunmaydi. Yosh balalar tushunmaydi-da. Даже qorni bilmaydiganlari ham bor, qor nima. O'shaning uchun ko'pchilik festivalga olib chiqib kelyapti. O'z farzandlarini, oilasini olib festivalga, o'sha tog'li hududlarga borib, lejlar bor, katoklar bor, o'shalarga borib, uchib, dam olib, mazza qilib kelishyapti. Baraka topsin, oilalari uchun harakat qilyapti. Endi bu ham yaxshi qor yog'sa, biz shunaqa darajada o'ynarga qo'limiz soqatadimi, oyoqlarimiz soqatib, qizarib ketsa ham o'ynaverardik. Kirgimiz kelmasdi.